tabiiylikka nima yetsin? Tabiiylikdan foydalaning oxey. O tabiiy baribir tabiiy. Mana ota bobomizdan qolib ketgan mana bu turp mana bu narsa. Bu turpni olasiz, ichini fonla kovlaysiz. İçini kovlab bo'lgandan keyin bir katta qoshiqqa asal qo'yasiz. Toza asal bo'lish kerak, faqat tufta bo'lish kerak emas. Xo'p, undan keyin bitta kichkina qoshiqchaga imbir qo'shasiz. Zanjabil bor-ku, o'sha zanjabildan. Keyin eriydi. Og'zini shunday yopib qo'yasiz. Eriydi. Erigandan keyin shundoq ichaverasiz, na yo'taldan asorat qoladi, na o'pkada shamollash qoladi. Xullas, butun shamollashlarga tippa to'g'ri va sifatli tabiiy variantda eng zo'r davo hisoblanadi. Buni faqat yaqinlarga jo'natib qo'ying. Like, podpiska, podlistani ayamang. Beqi ishingiz bo'lmasin, keyin men xizmatdaman faqat. Hammaga rahmat. Shifo bo'lsin bu. Tabiiysiga yetmaydi baribir.